Salom qizlajonlar. Bugun kechga borib bolajonlarim oyijon shirlik yegim kelyapti deb qolishdi. Bir tomondan turmush o'rtog'im telefon qilib, ko'chada rosa sovqatdim, qaynoqni ovqatni qo'y dedilar. O'ylab o'tirmasdan bu chikega xamir qildim, chunki unga kerak masalliqlar uyda bor edi. Avval dro'jja, sut, shakar bilan apara qilib oldim. Apara to'liq oshib chiqqach, boshqa hamma masalliqlarni solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilib, xamirni esa duxovkaga oshirishga jo'natdim. Xamir oshguncha esa yo'q joydan yondirib qaynoqqina sho'rva qildim. Sho'rvani go'shtini ko'rib hayron bo'lmanglar, bu tandir go'shtini suyaklari bilan yig'ib qo'ygan edim. Hammasini solib sho'rva osdim. Kerakli masalliqlarni solib, birgalikda achchiq qalampir va pomidor qo'qini ham solib qaynashga qo'yib qo'ydim. Bu orada xamirim oshib chiqdi. Xamirni teng bo'laklarga bo'lib, tekis yolalayapman. Dam oldirishga ustiga yog'ib, ichiga solinadigan nachinkasini tayyorlayapman. Smetana, shakar va kraxmal qo'shib kremini tayyorlab olib, dam oldigan xamirlarni o'rtasini chuqurcha hosil qilib, tayyor bo'lgan massani qoshiq yordamida ichiga to'ldirib solib chiqdim. Yuziga tuxum surib yaltillatib, o'rtasiga esa kechagi pirogdan qolib ketgan qulupnaylardan terib, duxovkaga jo'natdim. Olovni taftidan bulochkalar yuzlari qip-qizil, bag'ri esa qon bo'lib, o'zlari yumshoqqina og'izda eriydigan bo'lib pishib chiqdi. Buni albatta siz ham tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Ovqat ham rohatijon bo'lib pishdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, obuna bo'lsangiz, yana ko'rishamiz.